Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Sizlar bilan Achieve Reading kitobini Part 1 test 3-qismiga yetib keldik. Hop, demak bu bugungi mavzuyimiz kanadaliklarcha tasavvur degan mavzu ekan. Demak, bu yerda o'qib ko'ramiz. Demak, siz kanadaliksiz. Sizni shahringizda bir kuni kafeda o'tirganingizni tasavvur qiling. Va qachonki siz o'sha yerda o'tirganingizda sizni yoningizdagi stolda eshitib qoldingiz, ba'zi odamlar demak Janubiy Amerikancha aksentda ingliz tilida gapirishyapti. Va bu Janubiy Amerikancha aksentda ingliz tilida gapiradigan odamlarni biz nima deymiz? Calling in. Demak, mana bu yerga ingliz tilida gapiruvchi kanadalik yoki amerikalik deb aytishimiz mumkin. Demak, mana bu yerga English speaking Canadian, ingliz tilida gapiruvchi kanadalik degan so'zimiz to'g'ri keladi. Biz sizlar bilan English speaking countries degan mavzu bilan tanishganmiz. Ingliz tilida gapiruvchi mamlakatlar. Bu ham xuddi shu holatda chiziqcha bilan yoziladi. Demak, bularni biz ingliz tilida gapiruvchi kanadalik deb nomlaymiz va bular xuddi mana Shotland odami demak ingliz tilida gapirayotgandek yomon holatda gapiradi ekan, yoki shved odami o'sha nemis bo'lgan odam ingliz tilida gapirsa qanaqa xunuk eshitilsa, demak kanadalik Amerika o'sha kanadalik odam ham ingliz tilida gapirsa, demak uni aksentida biroz kanadalik odam demak amerikancha aksentda gapiradigan bo'lsa, demak u biroz xunukroq eshitilishi mumkin. Demak, bu oddiy til bo'lishiga qaramay, madaniyatlar va milliy his-tuyg'ular o'rtasida farq bor. Shu bir holatda shu yerda endi biz mana kanadaliklarni yana bitta nimasida kuberliklar deymiz. Kuberliklar demak ularni alohida identitesini namoyish qiladi. Kuberliklar demak bu kanadaliklarni yana bir nomi. Demak boshqa hududlardagi kanadaliklar Kanadaning o'sha boshqacha identitesini namoyish qiladi. Demak, mana bu yerdagi gapda shundaygacha pastga olib kelamiz. Ularning identitesini endi biz Kanadaning identitesi deb olishimiz mumkin. Garchi kanadacha uslubda bir narsa bo'lsa-da, shu bir narsaning kanadacha uslubi ko'pdan ko'p amerikancha hayot yo'liga o'xshasa-da, demak mana bu yerda way of life bo'ladi ekan. Mana bu so'zdan demak amerikancha hayot tarziga ko'plab o'xshab ketadigan kanadacha hayot tarzi bu yerda. Demak, Kanadani hayot tarzi, yashash hayot tarzi garchi Amerika hayot tarziga o'xshab ketsa-da, ko'p ma'lumotlari farqli bo'ladi. Ko'plab kanadaliklar, ayniqsa kuberliklar ularning o'zlarini farqlarini tirik qolishini, ya'ni ularning o'zlaridagi nima holatlarni, ularning farqli jihatlarini tirik qolishi, ya'ni yashab qolishi haqida tashvishlanib borishadi. Ko'plab Yevropalik mamlakatlarga o'xshab Kanadada ham milliy sog'lik muammosi yoki sog'lik nimasidir, davom etamiz. Milliy sog'lik nimasidir bor va a good social security system va yaxshi ijtimoiy qo'riqlov xizmatiga ega ekan Kanada. Ammo yaxshi welfare service have to be paid for by high taxes. Demak, welfare service degani bu o'sha nochor bo'lganlar uchun ko'rsatiladigan xizmatlar. Mana bu welfare service'da yana bitta sinonimi bunaqa health service bo'ladi. Demak, mana bu yerga so'zimiz health service olamiz ekan. Health service, ya'ni shuni biz sal boshqacha qilib boshqa sinonimini berib ketyapti. Demak, welfare service'ga demak yuqoriroq soliq to'laydi ekan.
xizmat uchun sog'liq muammosiga shuning uchun Kanadada yashash narxi juda baland. Shu sababli 100 minglab, mana bu yerda hundreds of degani yuzlab degani, thousands of degani minglab degani, endi 100 minglab kanadaliklar often tez ularning mashinasiga get in kichik mashinalarga chiqmog'ida mashinasiga chiqishadi va drive over to the USA to go shopping. Shopping qilish uchun Amerika Qo'shma Shtatlariga ketishadi ekan. Demak, borib Amerika Qo'shma Shtatlaridan xarid qilib kelishadi ekan. Kanadada demak, narx-navolar juda baland ekan. Lekin Amerika rivojlanishi demak amerikancha rivojlanishda demak hech qanaqa unaqani bu yerda mana shopping bilan hech qanday nima yo'q, savol yo'q. Shopping bilan hech qanaqa muammo yo'q. Amerikani rivojida deyapti. Amerikani rivojida bunaqa shopping bilan hech qanday muammo yo'q. There is television too. Bu televideniya ham demak shuni rivojlantirish. Demak, ko'pyerliklar tend to degani usually ga o'xshab tarjima qilinadi. Ko'p holatlarda ularni o'zlarini fransuz tilidagi televideniya stansiyalarida tomosha qilishadi. Ingliz tilida gapiradigan kanadaliklarda bo'lsa, demak tanlov bor ekan. Bu yerda between ikkita narsa o'rtasida mahalliy ingliz tilida gapiradigan kanallar, milliy CBC dagi milliy dasturlar va 12 talab Amerika nimalaridandir o'rtasida tanlov bor. Demak, mana bu yerda endi bizda nima keladi? Channel, amerikancha kanallar degan so'zimiz ko'proq tushadi. Amerikancha kanal, 12 talab amerikancha kanallar o'rtasida demak tanlovga ega. Brought to them by a cable or satellite. Demak, bular yo'q, demak mana bunday bo'layotgan kanadaliklarda mahalliy ingliz tilida gapiradigan kanallar va CBS dan milliy dasturlar o'rtasida tanlovga ega va 12 talab Amerika kanallari kabel va sun'iy yo'ldosh orqali ularga yetkazib beriladi. Olib kelinadi. Ehtimol it's not surprising. Demak, bu ajablanarli emas. Ba'zi kanadaliklar qo'rqishligi ajablanarli emas. Nimadan qo'rqishligi? Ularning mamlakatlari yaqin orada Amerika Qo'shma Shtatlarining yana bir qismi bo'lib qolishligidan ba'zi kanadaliklarning qo'rqishligi bu ajablanarli holat emas. Demak, Canadian Image degan mavzumizni ham tahlilini ko'rib chiqdik. Demak, bu testimiz tarjima qilishda bir oz chalg'ituvchi holatlari ko'p ekan, chunki qo'shma gaplar ko'p. Shunaqa qo'shma gaplar kelganda siz imkon qadar guruhlarga bo'lib olib tarjima qilishingiz mumkin.